Tushunmadim. Rahmatli Farhod akaning o'g'limi? Qaysi Farhod? Sinfdoshingiz. Yaqinda ishsiz qolib ketdim. Sizni qidirib zavodga bordim. O'zingizni topolmaganimdan keyin ertalabda uyda bo'lsalar kerak deb uyga kelgan. Farhodni o'g'liman degan. Hayotda o'tishini qara. Qani do'stimning bolasi. Bir bag'rimga bosing. Otangni o'zi bo'psan. Ertalab ishxonaga o'tgan. Ertadan ish boshlaysan. Rahmat aka. Dada, jim. Ertalab ko'rishamiz. Yonimda bo'lasan. Rahmat. Mayli, bora qol. Xo'p, rahmat. Dada, senga jim bo'l dedim. Dada? Ko'chadan kim ish so'rab kelsa o'rmaysiz-ku? Bu bola shunchaki ko'chadan kelmadi. Meni eski qadrdonim Farhodni eslatib keldi. U meni aybimni eslatdi. Farhod o'lgandan keyin uni oilasidan bir marta ham xabar ola olmadim. Bu bola kelib meni yuzimga tarsaki berdi. Bir paytlar men ishsiz qolib ketib qiynalgan paytimda mana shu do'stim meni yoniga olgan. Menga yordam bergan. Farhod o'lganda uni bolalardan xabar ola olmadim. Mana endi fursati keldi. Hech bo'lmasa uni farzandlariga yordam berib, aybimni yuvaman deb o'ylayapman. Bir narsa esingda tursin. Agar do'stingni unutsang, dushmaningni pichog'i o'tkirlashadi. Eski qadrdonlaringni, do'stlaringni unutma.